Ajrashgandan keyin nima qilish kerak? Qanaqa qilib stressdan chiqib ketish kerak? Xo'p, birinchi o'rinda siz mana shu hayotingizga rozi bo'lishingiz kerak. Alloh taolo sizga hech qachon bexayr taqdir bermaydi. Ajrashdikmi? Mayli, demak mana shu xayrli, biz Alloh bergan taqdiriga rozi bo'lamiz. Ikkinchi o'rinda biz ayollar aksar holatda ajrashgandan keyin turmush o'rtog'imizga nisbatan, sobiq turmush o'rtog'iga nisbatan ichida xafagarchiligi, nafrati, alami qolib ketadi. Agar siz birinchi turmush o'rtog'ingizga nisbatan minnatdorlik holatida bo'lmasangiz, sizda hayotga rozilik, taqdirga rozilik bo'lmaydi. O'zini o'zi anglash bo'lmaydi. Ikkinchi marta turmush qurish uchun birinchi marta qilingan xatolarni anglash va ularga tavba qilish bo'lmaydi. Ana shuning uchun turmush o'rtog'ingizni har qanaqa holatiga, yashaganingiz, yaxshi yomon kuningizni shu inson berdimi, minnatdor bo'ling va mana shu turmushni yoping. Minnatdorchilik holati bilan siz o'zingizga ikkinchi marta omadli hamda yaxshi bir turmush qurish imkoniyati bo'ladi. Demak, ajrashgan ayollar birinchi o'rinda hayotiga, taqdiriga rozi bo'lishi, ikkinchi o'rinda birinchi turmush o'rtog'idan har qanday holatda minnatdor bo'lishi lozim.